o'z pullaringizni Imanumda saqlang yoki bo'lmasam ko'paytiring degan ma'noda bir nechta video chiqarganman. Imanum ilovasi haqida ko'pchilikda qo'rquv bor hali ham. Ishonchlimi, foiz ekan yoki bo'lmasam o'g'irlab ketsa-chi, bizni pullarimizni yo'qolib ketsa-chi degan qo'rquv bor. Bitta narsani tushunishlik kerak, startaplar hozir zamonda biz yashayapmiz. Sizni pullaringiz to'satdan yo'q bo'lib ketmaydi. Birinchidan ishonchlimi desa, siz u yerda biznes sherik bo'lib kirasizda. Foizlar nimadan kelib chiqadi desa, siz pul tikasiz, sizni pullaringizni tadbirkorlik qilib aylantiradi, maishiy texnika, ko'chmas mulk sotib oladi va ijaraga berib turib, sotib daromadidan sizga sherik sifatida ulush ajratadi. Bir yilda taxminan 20-24% gacha pulingiz ko'payadi. Qancha masalan kiritgan bo'lsangiz, eng kami 100 ming deyiladi. 100 ming so'm. Endi pulimizni olib yo'q bo'lib qolsa-chi degan qo'rquv startaplar zamonida investitsiya va bu kabi investitsiya platformalari juda katta pulga sotiladi. Masalan, 1 million foydalanuvchi bor hozir. Imanumdan 1 million odam yoki undan ko'proq foydalanadi. Farazan aytaylik, 100 million dollar u yerda bor bo'lsa, uni olib qochib o'g'irlab ketgandan ko'ra, o'sha startap sifatida sotib ketadigan bo'lsa, kamida 10 barobarga qimmatroqqa sotib ketadi. Ya'ni umuman arzimaydi o'g'irlab qochib ketish, foydaliroq bo'lib sotib ketish platformani. Lekin bunday bo'lmaydi, xudo xolasa. Shuning uchun aytaman, ishonch bilan aytaman sizlarga, pulinglar yastig'i tagida turgandan ko'ra, u aylansin, tadbirkorlik qilinsin o'sha pulingizga va ko'paysin. Bir yilda 20-24% bu kim sizga beradi masalanda? Ayniqsa uy olmoqchi va mashina olmoqchi bo'lgan inson yig'inglar, ko'paysin pulinglar va keyin bitta qilib turib masalan sotib olishinglar ancha oson bo'ladi. Yana qanaqa savollar bor? Kommentariyada yozinglar, xudo xolasa javob beramiz.